Real Madrid nima uchun Bavariyaga yutqazdi? Siz o'ylaysizki shunchalik yomon o'ynadimi? Yo'q, aslini olganda Real Bavariyadan kam bo'lmagan darajada o'yin o'tkazdi. Hujumlarga qaraydigan bo'lsak, 20 ta zarba va 9 tasi aniq, hattoki Bavariyadan ustunroq ham. Lekin Real tarkibida mana shu zarbalarni golga aylantiradigan futbolchi topilmadi. Kecha bilasizmi Realga kim kerak edi? Hozir men sizga o'sha futbolchini aytaman. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Mana shunaqangi futbolga oid ajoyib videolar faqat bizda. Unda boshladik. Oldinlari Real Madrid tarkibida Ronaldo degan bezori bo'lardi. U doimo Bavariyaga qarshi o'yinlarda Noyer bechoraga kun bermasdi. Manuelga eng ko'p gol urgan, Noyerning buyuk hikoyalariga yarim yo'lda nuqta qo'yadigan, har safar Nevesni tushiga kirib chiqadigan yovuz personaj ham aynan Cristiano edi. Mana oradan yillar o'tdi. Cristiano Madrid maskanini tark etdi. Noyer esa hali hamon o'sha libosda yana bir bor Realga qarshi maydonga tushdi va yillar davomida Ronaldodan qolib ketgan intiqomini kecha butun Realdan yolg'iz o'zi oldi. Real Madrid Bavariyaga qarshi g'alaba qozonishiga yagona to'sqinlik qilgan omil aynan Noyer bo'ldi. Butun o'yin davomida 9 ta seyf, ana gol deyilgan hollarda ham to'pni olib chiqdi. Hatto gol o'tkazilgan holatda ham oxirigacha kurashib to'pni qaytarishga bir vaqtga qolgandi. O'yin yakunida King of the Match'ni oldi. Uchrashuvning qiroli va mutlaqo u haqli edi. Endi javob uchrashuvida Real murabbiyi o'z yigitlarini qanday tayyorlaydi? Mbappe Viniciuslardan Ronaldoni yasaydimi yoki bir kunga Cristianoni ijaraga oladimi bilmaymiz. Lekin bu Noyerga qarshi nimadir o'ylab topmasa, Manuel bir paytlar o'zida bo'lgan taqdirni Realning peshonasiga bitishi mumkin.